Hop, 17-birinchi masalamizda DNKda 180 ta vodorod bog' bo'lib, ularning 30% guanin sitozin orasida joylashgan bo'lsa, ushbu fragmentdagi adeninlar sonini toping deyilyapti. Xo'p, bizda demak DNK molekulamiz mavjud. Xo'p, DNK molekulasi. Shu DNK molekulamizda demak 180 ta vodorod bog'imiz bor ekan. Va undan 30% guanin sitozin orasida ekan. Demak 180 tamiz bu 100% bo'lsa, 30% guanin sitozin orasida. Qolgan 70% esa bu adenin timin o'rtasida bo'ladi. Demak 30% guanin sitozin o'rtasida, 70% esa adenin timin o'rtasida. Xo'p, 30% ni hamda 70% ni topadigan bo'lsak, 30% demak 54 ta bo'ladi. Xo'p, 70% imiz demak 180 dan 54 ayiradigan bo'lsak, 126 ta. Demak 126 ta bu adenin hamda timin o'rtasidagi vodorod bog'lar. Demak yozib olamiz: adenin, timin, guanin, sitozin. Guanin sitozin o'rtasida 54 ta bo'lgan, adenin timin o'rtasida 126 ta. Shu 126 ni adenin timin o'rtasidagi mana bu ikkita vodorod bog'ga bo'lib qo'ysak, demak adenin yoki timinlar soni kelib chiqadi. Demak 126 ni bo'lamiz 2 ga. Chiqadi 63 ta. Demak 63 ta adenin, 63 ta timin bo'lgan.